Onarlarni qaytarish marosimi. Kaltalash, tozalash. Bugun necha aka? 27. Yarmini bo'ldi-ga? O'sha tepa tarafini ham olib qo'yishimiz kerak. 2 metr joy bor. Mana bunaqa holatdan mana bunaqa holatga o'tyapti mana. Chotki bo'lib. Mol polam o'talmaydi. Ichida qolyapti ular. Baqvat-baqvatlar. Terakimga qaraganda oxirigacha terak ko'rinadi. Bu taraf ham mana chotki bo'lib, bu tarafdan ham ochilyapti. Shunaqa ishlar. Mutlaq urishimiz kerak. Mana yerda 3-4 ko'chat bor, ko'chirish kerak. Buni ulash kerakmikan yo ulanganmikan? Hayronda lolman. Ulanmaganga ham o'xshayapti, ulanganga ham o'xshayapti. Ulamalar zo'rib qolibdi. Tagida go'ngi bor. Bitta chopib qo'ysak, kirkalab. O'rikda ham sal-sal yengillatib qo'yish kerak shaqini. Mana o'riklar juda mevaga yotganda sal-sal puxtab qo'yish kerak. Oyoq